Telefon raqamini yozmasdan yodlash mumkinmi? Yoki gemoglobin normasini bir marta ko'rib, uzoq muddat esda saqlash TRK tizimi bilan? Ha, bugun shuni ko'rsataman. TRK harf, raqam, kod tizimi. Har bir raqamga 2 undosh harf belgilangan. Bu harflar yordamida raqamlardan so'z, so'zdan obraz yasaladi. Tizim qoidasi: 0 uchun N, M, 1 uchun B, B, 2 uchun K, G, 3 uchun Ch, Ch, 4 uchun T, D, 5 uchun Ş, S, 6 uchun L, V, 7 uchun Y, Z, 8 uchun R, F, 9 uchun H, H. Muhim qoida: faqat bitta undosh harflar muhim. Pulli harflar hisobga olinmaydi. Masalan, +99, 890, 123, 45, 67 raqamini yodlaymiz. Raqamni ikki xonali sonlarga bo'lamiz. 90, xamir, 1, Napoleon, 23, ko'cha, 45, idish, 67, laylak. Endi assotsiatsiya yasaymiz. Asos telefon obrazi. Ko'z oldingizda aniq telefon. Telefonning qismlariga obrazlarni joylashtiramiz. Yuqori qismida xamir, o'ng tomonida Napoleon, pastki qismida ko'cha, chap tomonida idish, orqa tomonida laylak. Endi telefon obrazini ko'z oldingizga keltiring. Xamir, Napoleon, ko'cha, idish, laylak o'z-o'zidan keladi. Raqamni o'qing. 90, 1, 23, 45, 67. Endi tibbiy raqamni yodlaymiz. Gemoglobin normasi erkaklar uchun 130 dan 170 gram litrgacha. Kodlaymiz. 13 bochka, 17 poyezd. Asos Sally gemometr obrazi. Ko'z oldingizda aniq Sally gemometr. Gemometrning qismlariga obrazlarni joylashtiramiz. Yuqori qismida bochka, pastki qismida poyezd. Endi gemometr obrazini ko'z oldingizga keltiring. Bochka, poyezd. Gemoglobin normasi 130 dan 170 gacha. TRK tizimi raqamlarni obrazga aylantiradi. Obrazlarni assotsiatsiyaga joylashtirasiz. Assotsiatsiyalarni bir marta to'g'ri yodlaysiz, raqam esdan chiqmaydi. Sifatli yod olish bu mnemonikaning asosi. Obuna bo'ling. Mnemomedik xotira tizimi.